Yakkasaroy City Mall'ning 3-qavatidan 3 xona 90 kvadratli mana shu xonadonimiz sotuvga chiqdi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz ham, uyni sotib olsangiz ham, yashasangiz ham mazza qilasiz. Bitta like bosing, hammasini ko'rsatamiz. Shotarostaveli ko'chasidamiz. Bu yoqda Bratskiy mogila, bu tomon esa shaharning markaziga kirib ketish, bu tomonda esa Janubiy vokzal. Uyimiz Yakkasaroy City Mall'da mana shu tomda. Hovlilarni zo'rligini qarang. Liftlari ishlaydi, podizlari keng. Uyni zalidamiz, cho'tki qilib remont qilingan, kelib yashashingizga tayyor holatda topdi. Konditsioner, xullas kerakli bitoy texnikalarni hammasi qo'yilgan. Bu yoqda podizdan kirish eshik, shkaflar qilingan. Bu yoqda esa mazza qilib o'tiradigan va ovqat pishiradigan kuxnyasi. Bu yoqda bitta detskisi joylashgan. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Bu yoqda esa spalnisi joylashgan. Televizor, konditsionerlargacha bor. Bu videoni Yakkasaroy City Mall'dan yuzilayotgan tanishingizga shuni jo'natib qo'ying. Bu yoqda esa vannasi joylashgan. Uyimizning narxi $148 ming. Podpiskani bosib bemalol qo'ng'iroq qiling, bosing.